Keyingi haftada bo'lib o'tadigan musobaqada g'olib bo'lishingizga ishonasizmi? Albatta ishonaman. Navbatdagi savolimiz baxt deganda nimani tushunasiz? Baxt. Birinchi navbatda baxt men uchun bo'lajak oilam. Ishonamanki, tez kunda o'zimni baxtimni topaman. Yaxshi. Sizdek oilasini hozirdan o'ylaydigan insonlarga havas qilaman. Intervyu uchun minnatdorman. Bizni tinglaganingiz uchun ham rahmat. Yolg'oningga emas, ko'zlaringga emas, yuragimga ishonsam bo'larkan. Sendan bugun emas, hatto hozir emas, allaqachon kechsam zo'r bo'larkan. Yolg'oningga emas, ko'zlaringga emas, yuragimga ishonsam bo'larkan. Sendan bugun emas, hatto hozir emas, allaqachon kechsam zo'r bo'larkan. Dilbarim o'zing deb, sevganim o'zing deb, ketding-ku osongina, shunchaki kechir deb. Aybimni bilolmay, ayriliqqa ko'nolmay, yuribman seni deya hech o'zimga kelolmay. Dilbarim o'zing deb, sevganim o'zing deb, ketding-ku osongina, shunchaki kechir deb. Aybimni bilolmay, ayriliqqa ko'nolmay, yuribman seni deya hech o'zimga kelolmay. Telba bo'lib sevishni o'rgatding, keyin esa ayt qayerga ketding. Tinglay desam so'zingni, ko'ray desam ko'zingni, topolmadim-ku hatto izingni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga kim kerak? Ali uydami? Ular musobaqaga ketgandilar. Tinchlikmi? Tinchlik emas. 6 oy bo'lyapti mashinani ijara pulini to'lamaganiga. Tezroq to'lasin. Bo'lmasa, mashinani olib qo'yaman undan. Voy, mashina o'zlariniki-yu. Qanaqasiga o'ziniki bo'ladi? Xabaringiz yo'qmi? Ijaraga olgan mendan. Aytib qo'ying, to'lab qo'ysin. Xo'p, kesila aytaman. Xo'p. Abonent apparati o'chirilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odina To'xtasinevamisiz? Ha. Kredit qarzingiz ko'payib ketgan. Kredit olgandan keyin to'lab qo'yish kerak desingmi? Men kredit olmaganman. Mana bu pasport nusxasi sizga tegishlimi? Ha. Xullas singlim, sizga 10 kun muhlat. 10 kun ichida to'lamasangiz, uyni bo'shatib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Sog' bo'ling. Telba bo'lib sevishni o'rgatding, keyin esa ayt qayerga ketding. Tinglay desam so'zingni, ko'ray desam ko'zingni, topolmadim-ku hatto izingni. Dilbarim o'zing deb, sevganim o'zing deb, ketding-ku osongina, shunchaki kechir deb. Aybimni bilolmay, ayriliqqa ko'nolmay, yuribman seni deya hech o'zimga kelolmay. Dilbarim o'zing deb, sevganim o'zing deb, ketding-ku osongina, shunchaki kechir deb. Aybimni bilolmay, ayriliqqa ko'nolmay, yuribman seni deya hech o'zimga kelolmay. Odina, bilasiz, bugun mana shu efirdan keyin qamoqxonaga borib mahbuslardan intervyu olishingiz kerak. Xabarim bor. Albatta boraman. Mana, savollar bilan tanishib chiqasiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum.